o'quvchilari, ushbu nostandart laboratoriya mashg'ulotimizda biz metallarning issiqlik o'tkazuvchanligini aniqlab beramiz. Buning uchun bizga alyuminiy va mis qotishmalaridan iborat plastinkalar tayyorlab olingan bu, ya'ni ikki tomoniga ham parafin, ya'ni ro'zg'orda ishlatiladigan sham o'rnatilgan va laboratoriya qisqichi bu sham bu plastinkalarga o'rnatish uchun gugurt va ro'zg'orda ishlatiladigan sham parafin. Dastlab parafinni, ya'ni shamni yoqib olamiz. So'ngra oldindan tayyorlab olingan mis va alyuminiy qotishmalaridan iborat metallarni qisqich bilan o'rtasidan mahkamlab olamiz. Ko'rib turganingizdek, alyuminiy va mis ajralib turibdi bular. Bularni endi shamning yonib turgan qismiga o'rtasidan qo'yamiz. Bunda qaysi metaldagi sham birinchi yonsa, erib tushsa, o'sha metal issiqlik o'tkazuvchanligi yaxshi bo'ladi. Metallarimizni muvozanatda ushlashimiz shart. Ko'rib turganingizdek, alyuminiy metalidagi parafin tez eridi. Endi mis metalida ham shunday holat kuzatildi. Ko'rib turganingizdek, alyuminiy qotishmamizdagi parafinimiz erta erib tushdi. Shu sababdan alyuminiy metalimiz issiqlik o'tkazuvchanligi yuqori ekan. Bu nostandart laboratoriya mashg'ulotimizni mustaqil uyda amalga oshirib ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.